Yaxshi niyatda ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan ishonchli va garantiyali turfirma orqali Umra ziyoratiga bormoqchimisiz? Mana shu video aynan siz uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Aslbek Uz kanali qadrli obunachilar. Barchangizga xayrli kun tilagan holda, do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays turfirmasining rasmiy ofisida bizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga 2026-yil avgust oyiga qachon va qayerdan reyslarimiz bor va narx-navolarimiz qanday, shular haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlar, aka-uka, opa-singillarga mana shu videoda maksimal darajada tarqatib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, hozirgi kunda bizning safarimiz 14 kunlik bo'lib, 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka Mukarramani tashkil qiladi. 3 kun Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari o'zimizning Marg'ilonning oshpazlari tomonidan taqdim etiladi. Hozirgi kunda bizda Toshkent, Jidda va Farg'ona Jidda yo'nalishlari bo'yicha parvozlar amalga oshirib kelinyapti. Bulardan haftaning har seshanba sanasiga Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha, haftaning har chorshanba sanasiga esa Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri parvozlarda Centrum Air samolyotlarida amalga oshirish imkoniyatini beradi azizlar. Hozirgi kunda bizda 14 kunlik safar mobaynida tajribali va malakali 50 boshlar hamrohligida 14 kun mobaynida 10 dan oshiq ziyoratlarga olib chiqiladi. Bulardan bizni ziyoratlarimiz birinchi bo'lib, ya'ni Madina Munavvaradan boshlanadi. Birinchi bo'lib Ravza-i Sharif, Qur'on bosmaxonasi, Xurmo bog'i, shu kabi ziyorat va sayohatlarga olib chiqiladi. Makka Mukarramada esa bundan ham 7-8 dan oshiq ziyoratlar va qo'shimchasiga esa Qizil dengiz sayohatini ham tashkil qilganmiz. Qizil dengiz sayohatiga ham albatta 50 boshlar tomonidan olib chiqiladi azizlar. Hozirgi kunda sizda imkoniyat bor, ya'ni haftaning seshanba sanasiga 12 ta viloyatdan, Toshkentdan ham to'g'ridan-to'g'ri reysimiz bor. Haftaning har chorshanba sanasiga Farg'onadan reyslarimizga qabullar davom etmoqda. Hozirroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqing, joylaringizni bron qiling. Agarda siz bizni musofirdan kuzatib turgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp ijtimoiy tarmoqlar orqali ham bemalol bog'lanib aloqaga chiqib, to'liq va batafsil ma'lumotlarni olib, o'zingizga ma'qul kelgan sanaga joylarda bron qilishlaring mumkin do'stlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, yana bir narsani aytib o'tib ketishimiz kerak. Mana shu hozir aytib o'tib ketilgan narxning ichida bir martalik to'lov evaziga 2 marta umra qilish imkoniyati bor. Ya'ni sizlarda Toyif shahriga ham yo'nalishlarda yo'lga qo'yganmiz azizlar. Ya'ni bir martalik to'lov qilasiz va 2 marta umra qilish imkoni bo'ladi do'stlar. Hozirroq biz bilan bog'lanib, aloqaga chiqib, joylarini bron qilishlaringizni so'raymiz. Sababi bunday imkoniyat, bunday sharoit har doim ham bo'lavermaydi. Gostinitsa oraliq masofalarimizga keladigan bo'lsak, Madina Munavvarada 150-200 metr, ya'ni markaziyada hisoblanadi. Makka Mukarramada esa 800-900 metrni tashkil qiladi. Ya'ni xohlovchilar piyoda borib kelishlari mumkin, xohlovchilar avtobusda borib kelish imkoniyatlarini ham yo'lga qo'yganmiz azizlar. 4 yulduzli gostinitsalarga joylashtiriladi. Hozir biz aytib o'tib ketgan paketlarimiz bu standart plus paketi, ya'ni komfort paket bilan birlasha oladigan paketlardan biri hisoblanadi. Xudo xolasa ota-onangizni, oila a'zolaringiz bilan bir chiroyli safarda amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, hozirroq biz bilan bog'laning azizlar. Xudo xolasa sizlarga to'liq va batafsil ma'lumotlarni operatorlarimiz tomonidan berib o'tiladi. Xo'p, hozirgi kunda narx-navolariga keladigan bo'lsak, Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha narximiz 1030 dollar qilib belgiladik. Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha parvozimiz esa 1050 qilib belgiladik do'stlar. Agarda vizangiz bo'lsa 950 dollar Farg'onadan, 930 dollar Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri parvoz qilishingiz mumkin. Centrum Holidays bilan 5000 dan oshiq ziyoratchilar, xudo xolasa, mana shu videoni ko'rib turganlar bo'lsa, bizni firmadan ketganlar, kommentariyda qanday sharoitlarda borib keldilar, qanday sharoitlar bo'ldi, gostinitsalarimiz qanday, kommentariyda yozib ketinglar. Ya'ni kelgusida bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga yoki mana shu bizni kuzatib borayotganlarga sizni fikringiz ham foydali va manfaatli bo'lishi mumkin do'stlar. To'lovlarni qanday amalga oshiramiz deganlarga, to'lovlarni siz bizga Telegram orqali aloqaga chiqsangiz, biz sizga bank shot raqamlarini taqdim qilamiz. O'zingizga yaqin bo'lgan xohlagan bank ofislaridan, bank filiallaridan to'lovlarni amalga oshirsangiz bo'laveradi. Agarda siz Farg'ona, Marg'ilondan kuzatayotgan bo'lsangiz,
telefon qilib keladigan bo'lsangiz, sizga rasmiy ofisda rasmiy kassalar orqali ham to'lovlarni amalga oshirish imkoni bor azizlar. Bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Sizlarga biz to'liq batafsil ma'lumotlar berdik degan umiddaman. Agarda videomizda xato va kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga, qarindoshlar guruhlariga, yori birodarlar, do'stlar guruhlariga mana shu videoda yaxshi niyatda tashlab qo'ying. Xudo xolasa, niyat qildim inshaalloh bizni ham oila a'zolar va og'aynilar, do'stlar bilan birgalikda borishlik nasib qilsin deb kommentariy yozib qoldirishni unutmanglar azizlar. Sizlar bilan har doimgidek Asilbek o'z kanali admin Asilbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat hammaga.